Sho'rvalaringiz rangi endi boshqacha tiniq chiqadi. Qudalabob mastavamiz bugun dasturxoningizda ishimizni yog'ga qovurg'alarimizni solib qovurib olishdan boshlaymiz. Ozgina lahm go'sht ham xalaqit bermaydi. Ziravorlardan universalni tuz, murch, ozgina archali priprava sovaramiz. Go'sht bilan piyozimizni yaxshilab qovurib olganimizdan keyin qizil tomat qo'shamiz, chesnok qo'shamiz. Bilasizlar, tomatning taxir mazasini shakar oladi. Esdan chiqib qolmasin u ham. Qizil sabzi va aralash bolgarskiy. Eng oxirida kartoshka solamiz. Kartoshkani uzoq qovurib olmaysizlar. Обязательно qaynagan suv solamiz. 2,5 soatga miltillatib qo'yamiz. Eng asosiysi bilqillab qaynashi kerak emas. Milt qaynashi kerak. Har doim mastava qilganingizda guruchini alohida qiling, ishpam ketmaydi. Yog'da bir ro guruch qovurib, ziravor solasizda, ustini ko'mguncha suv solib 15 minutga dimlab qo'yasiz. Bay. O'zini ham shunday garnir qilib yesangiz mazali. Aytgancha, ovqatimizni pishishiga yaqin go'shtlarimizni olib, men ichiga suyagidan ajratib, to'g'rab yana sovordim. Ekranga yaqinroq o'tiring, milliy taomlarni sekreti bilan bo'lishaman. Mastavangiz pishishiga 15 minut qolganda aralash bolgarskiy, pomidor, chesnok, ukrop yoki kinza mayda to'g'rab sovorasiz. Ishonavering, bunaqa mastavadan keyin udiylaringiz faqat sizning mastavangizni yeyishadi. Videoni o'zingizga saqlab qo'yib, yaqinlaringizga yuborib, like va kommentariy qoldirish esdan chiqmasin. Bilasizlar-ku, bu men uchun motivatsiya bo'ladi. Mazasi gap bo'lishi mumkin emas. Olinglar.